Kelinlayu qaynonalarni lol qoldirishda davom etamiz. Kelinlayu deb boshlanadigan retseptlarim endi o'zimni kelinimga ham taalluqli. Kelgan mehmonlar ham maqtab ketadigan somsa retsept. Idishga un solib, xona haroratida yumshab turgan un margarin bilan yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan razrixlitelni solib aralashtirib, smetana, tuxumni chaqib solamiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qorib, qorigan xamirimizni paketga solib 15 daqiqa tindiramiz. Nachinkani eng xadavoyi: piyoz, mal to'g'ralgan go'sht, kartoshka, tuz, murch, zira, ozgina o'simlik yog'idan solamiz. Tingan xamirdan 40 grammdan qilib zuvallarini yasab, yoyamiz, o'rtasiga qiymani solamiz. Tugilishi osongina, lekin ko'rinishi juda ham chiroyli. Xamir uchlaridan biroz tortib, orqa qismiga yopishtiramiz. Duxovka oldindan 210 gradusda qizib turgan bo'lishi kerak. Pisochni xamirdan tayyorlangan somsalarda faqatgina tuxum sarig'ini suring. Sedana hamda kunjut aralashmasini sepamiz, pechga pishirish uchun yuboramiz. Osongina mazali somsa tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, yurakchani qizartirib qo'yishni unutmang.